Assalomu alaykum. Kunning sara xabarlarini sizlar bilan bo'lishishda davom etamiz. Netanyahu Eron xalqiga qo'zg'olon chaqirig'i. Vaziyat nimadan iborat? So'nggi kunlarda Yaqin Sharqda keskin siyosiy vaziyat kuzatilmoqda. Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu video murojaat orqali Eron xalqiga murojaat qilib, ularni mamlakatdagi siyosiy tuzumga qarshi chiqishga chaqirdi. Ushbu bayonot xalqaro siyosiy maydonda keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Netanyahuning aytishicha, Isroil qarama-qarshiligi Eron xalqiga emas, balki mamlakatdagi hukumat siyosatiga qaratilgan. U o'z murojaatida eronliklar erkinlik va o'z kelajagini tanlash huquqiga ega ekanligini ta'kidlab, ularni hukumatga qarshi norozilik harakatlarini kuchaytirishga chaqirdi. Isroil rahbari shuningdek Eron hukumatini mintaqadagi keskinlikni kuchaytirishda aybladi. Uning fikricha, Eronning harbiy va siyosiy faoliyati Yaqin Sharqdagi barqarorlikka tahdid solmoqda. Shu sababli u eronliklarni mamlakat ichidagi o'zgarishlar qilish uchun harakat qilishga undagan. Eron tomoni esa bu bayonotlarni keskin tanqid qilib, buni davlatning ichidagi ishlarga aralashish deya baholadi. Eron rasmiylari mamlakatdagi tartib va barqarorlik saqlanayotganini va tashqi ta'sirlar ularning siyosiy qarorlariga ta'sir qilmasligini ta'kidladi. Mutaxassislarning fikricha, bunday bayonotlar Yaqin Sharqdagi siyosiy keskinlikni yanada kuchaytirishi mumkin. Ayrim tahlilchilar buni axborot urushi elementlaridan biri sifatida ham baholamoqda. So'nggi yillarda Eron ichidagi iqtisodiy muammolar, inflyatsiya va siyosiy cheklovlar sababli turli norozilik namoyishlari kuzatilgan. Ba'zi shaharlarda fuqarolar ijtimoiy va iqtisodiy talablar bilan ko'chaga chiqishgan. Analitiklarning fikriga ko'ra, tashqi siyosiy bayonotlar ichki vaziyatdan ma'lum darajada ta'sir qilishi mumkin. Biroq mamlakatdagi siyosiy o'zgarishlar asosiy ichki omillarga bog'liq bo'ladi deyishgan.